Zavodga kelganmiz. Ishlab chiqarishga. Bu zavodda pishig'ishni narxi 860 so'mdan olishingiz mumkin. Sizga mashina yuklab berishadi. S brendi ostida. G'ishtlar juda ham kachtivali. Ko'rib turibsizlar, salkam 10 yildan beri ishlayapti zavodimiz. Mana shu zavoddan g'isht olishingiz mumkin. Bir kunda 130 mingta chiqar ekan g'isht. Xo'p, bundan tashqari ikkita zavodda 250 mingta kunlik g'isht chiqadi. Qancha ob'yomcha chiqib berishadi. Bag'dod bilan Rishtonni o'rtasida turibmiz. Hozir nariyada tutun, ani ko'mirda tutuni yomon ekan xullas. Xuddi bomba tushganga o'xshaydi zavodga. Hamma yoq chang, barday. Endi zavod shunaqa bo'ladi. Haqiqiy zavodga kelganmiz. Bemalol pastdagi raqamga telefon qilib, g'ishtni optim narxda, zavod narxida olishingiz mumkin. Hozir bitta zilga chiqardik, yuklab olib ketishdi. Aytganimizdek 15-20% sho'r bosishi mumkin ekan, lekin undan oshiq bosmaydi deyaptilar. Chunki mana ko'proq brend oling, S chiqsin deyaptilar. O'sha S chiqdi oxiri. Mana S brendi. Bu brendni g'ishtni ishlatgan odam bilar ekan, anchadan beri ishlashyapti ekan. Telefon qilinglar, olinglar, tavsiya qilamiz. Bitta ishlatib ko'ringlar. Hech bo'lmasa bitta sanuzel qurib ko'ringlar, keyingi yilga katta uyni qurishingiz ham mumkin. Telefon qilaverasizlar.